Alloh bizni qalbimizni tub-tubidagi narsani bilib turadi, chunki u bizga yaqin. Alloh taolo aytadi: qaysi bir banda mahluqotlarim bilan emas, men bilan himoyalansa, men buni uni niyatidan bilib olaman. Bas osmonlar va uning ichidagilarning hammalari unga makr hiyla qilishsa ham, men u bandamga chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatib qo'yaman. Qaysi bir banda men bilan emas, biron maxluq bilan himoyalansa, akasiga ishonsa, tanishiga suyansa, puliga ishonsa, men bilan himoyalanmasdan maxluqlarim bilan himoyalansa, men buni uning niyatidan bilib olaman. Uning oldida osmonlar va uning ichidagi hamma sabablarni qirqib yo'q qilib qo'yaman. Hatto oyog'im tagidagi havoda qotirib qo'yaman deydi. Kimdan himoya so'raymiz? Va sababini qilamiz. Alloh deymizki,